Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinglər. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Washington şəhərindəki Uyğur kişilik hüquq quruluşu 1 fevralda e'lon qilgan Qur'on o'rganganlikka 20 yillik qamoq, Uyğur ayollari va diniy ziyonkashlik temasidagi doklad Sharq Turkistondagi diniy zulmning tashqi dunyoga ancha ma'lum bo'lib ketmagan yana bir yuzini namoyon qilib berdi. Dunyo Uyghur Qurultayı tadqiqot markazining mudiri, mustaqil tadqiqotchi Abduli Ayub va professor Rachel Harrisning birlashma amgaki sifatida vujudga kelgan bu dokladda Sharq Turkistondagi diniy e'tiqod sohasida keng ko'lamda ijro qilinayotgan turli zulmlar, bostirish va ta'qiblashlar sistemlik bayon qilingan. Shuning bilan birga Uyg'ur buvlar va boshqa sohadagi ayollarning diniy faoliyat va diniy kimlik sababidan jinoiy ishlar bo'yicha jazoga tortilishi hujjatli isbotlar asosida bayon qilingan. Dunyo Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanot bu vaqtdagi bayonotida bu doklad Uyg'ur ayollari duch kelayotgan zulm va ziyonkashlikni dunyo miqyosida ayblashning zarur bo'layotganligini ko'rsatadi. Bu xil ziyonkashlik mohiyatda jinsiy xo'rliq, majburiy tug'mas qilib o'tish va majburiy Xitoylarga to'ylashtirish bilan birlikda Xitoy hukumati ijro qilayotgan qirg'inchilikdagi markaziy vositalardan bo'lib qolgan deb ko'rsatdi. Professor Rachel Harris bu vaqtda so'z qilib, bu doklad Uyg'ur ayollari duch kelayotgan navbatdagi diniy ziyonkashlik haqida tafsiliy ma'lumotlar bilan ta'min etadi. Nurg'un Uyg'ur ayollari kichik vaqtlarda Qur'on o'rganganlik uchun ig'ir qamoq hukm qilingan. Xitoy hukumati bo'lsa, diniy sohadagi yetakchilik rolini ustiga olganlik ayollarning hammasini lagerlarga yoki turmaga qamagan degan. Doklad yana har qaysi hukumatlar, parlamentlar, ayollarning haqlarini qo'g'dash jamiyatlari va boshqa fuqaroviy jamiyatlarga Uyg'ur ayollari duch kelayotgan diniy ziyonkashlikka qarshi turish yo'lidagi ba'zi tavsiyalarni alayda o'rin olgan. Uyg'urlarning qonun haqlarini oshkor talab qilganlik uchun 2014-yili 1-oyda tutqun qilinib, shu yili 9-oyda Urumchida milliy qudratlilik va davlatni parchalash jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan atoqli Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti, Amerika Davlat Majlisidagi Avam palata a'zosi Chris Smith va Kengash palata a'zosi Jeff Merkley tarafidan 31 yanvar kuni 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan. 31 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining qo'sh raislaridan Avam palata a'zosi Chris Smith va Kengash palata a'zosi Jeff Merkley Norvegiyadagi Nobel komitetiga xat yozib, Xitoy turmusida yetayotgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtini 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatgan. Ilhom To'xtining Amerikadagi qizi Javhar Ilhom bu vaqtda Erkin Osiyo radiosiga yo'llagan ilxatda Xitoy ishlari komitetining dadisi Ilhom To'xtini 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilganligiga rahmatini bildirdi. Javhar xatida dadisi Ilhom To'xtining Nobel mukofotiga nomzodlik ko'rsatilishining muhimligini ta'kidlab, "Men bu qatimqi nomzodlik ko'rsatilishining bizning xalqimiz duch kelayotgan mushkulotlarni texmi aniq ko'rsatib berishini umid qilaman" degan. Javhar xatida yana Nobel komitetidan kutadigan umidini bildirib, Nobel komitetining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligining naqadar ig'ir va ta'xirsizligini ko'rsatib berishga fursati bor. Chunki bu qilmishlar hozir vatanimizda allaqachon insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik tusini oldi. Meningcha bu qatimqi nomzodlik ko'rsatilish yana turmadagi odamning qo'yib berilishiga yordam bo'lishi mumkin. Uyg'urlarning Xitoydagi barobarligi va qonun haqlarini tinchlik yo'li bilan oshkor talab qilganlik uchun 2014-yili 15 yanvar kuni Beyjingdagi uydan tutqun qilingan Ilhom To'xti apandi 2014-yili 9-oyning 22 va 23 kunlari Urumchi o'tir sudi tarafidan milliy belginchilikka qudratlilik qilish va davlatni parchalash jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shuningdan buyon Ilhom To'xti apandi Barbara Goldsmith erkin yozish mukofoti, Martin Annanes kishilik huquq mukofoti, Sakharov erkinlik mukofoti qatorliq xalqaro kishilik huquq sohasidagi 10 necha xil mukofotga erishgan. 30 yanvar kuni Amerika poytaxti Washington shahrida boshlangan 2024-yillik Xalqaro diniy erkinlik oliy kengashining 2-kunidagi yig'inida Amerika Avam palatasining raisi, Amerika siyosiy sohadagi 3-nomerlik shaxs Mike Johnson alayda so'z qilib, diniy erkinlik masalasining navbatdagi dafsanda bo'lish ahvoli haqida to'xtalgan va buning eng tipik misoli qatorida Uyg'urlarni tilga olgan. Shuning bilan birga Sharq Turkistonda yuz berayotgan turli bostirish va kontrollik tadbirlarini sanab o'tib, navbatdagi majburiy emgak, majburiy tug'mas qilib o'tish,
va majburiy homila tushirish qilmishlarini ayblagan. U so'zida Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda ijro qilayotgan turli qabih siyosatlarga qarta kuchli tadbir elishning zarurligini alayda eskartgan. Shundaqla allaqachon rasmiy qonunga aylangan Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunini tig'im keng doiraga tatbiqlash kerakligini, shu orqali Sharq Turkistonda hilam davom qilayotgan qirg'inchilik cheklim qo'yishni ta'kidlagan. Bu qatimqi yig'inda Amerika siyosiy sohasidagi ko'plagan yuqori darajalik amaldorlar ayrim so'z qilgan bo'lib, diniy e'tiqod sohasidagi dafsanchilik haqida qilgan so'zlarda birdek Uyg'urlarni alayda misol qilib olgan. Avam palatasining raisi Mike Johnsonning so'zlari shu qatorda Uyg'urlar masalasining Amerika hukumati uchun muhim temalardan bo'layotganligidan bishorat deb qaralayotganligi ma'lum. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakat tashkiloti va Amerika Uyg'ur birlashmasi qatorliq tashkilotlarimiz yig'in boshlangan kunidan e'tiboran yig'in maydonida Xitoyning turli zulmlari va jinoiy qilmishlari fosh qilingan tashviqot munbarlarini qurib, dunyoning har qaysi ellaridan kelgan yig'in qatnashchilarga Uyg'urlar duchor bo'layotgan ichinishli tragediyalar haqida tushuncha va ma'lumot bergan. Ömer Qanat, Zübeyra Şemsidin, Roshan Abbas, Elfidar İltabir qatorliq tashkilot rahbarlarining riyosatchiligida uyushtirilgan ko'rgazma faoliyatiga Amerikadagi lager shoidimiz Tursunay Ziyovuddin qatorliqlarmi bevosita qatnashib madad bergan edi. 31 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan guvohlik yig'inida TikTokning bosh ijroiya amaldori Ju Shouzi yana bir qatam Amerika siyosatchilarining keskin savollariga duch keldi. Amerika Kengash palatasining a'zosi Tom Cotton savol so'rash navbati kelganda uningdan siz Amerika hukumati aytgan Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik qilyotidi degan hukmga qo'shilamsiz deb so'ragan. Ju Shouzi gapni boshqa yoqqa burab, TikTok munbarining boshqalarning har qanday tema haqidagi har qanday fikrga hurmat qildiganligini ta'kidlagan. Shuning bilan Tom Cotton uningdan qayta-qaytalab Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik qilyapti degan savolni ikki qatim so'ragan bo'lsa-mu, u yana gapni ilib qochgan. Uning xubsanlik bilan gap yo'rg'iltishidan keyin Tom Cotton Prezident Biden ilgari Xi Jinpingni diktator deb atagan. Siz buning qo'shilamsiz deb so'raganda, u men hech qachon hech qanday davlatning rahbariga baho bermayman degan. Bu qatimqi guvohlik yig'inidan keyin Ju Shouzining Uyg'urlar masalasida yana bir qatim gap yo'rg'iltishi har sohaning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Shu qatorda NBA'ning sobiq mayorlaridan Anas Kanter o'zining X betida uchur yo'llab, Ju Shouzining Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi savolga javob berayotgan holatiga qaranglar, uning ko'zidagi qo'rqinchni ko'ryapsizlar degan. Shuningdek, Google, YouTube, Facebook qatorliq applarning Xitoyda ma'ni qilinganligi, ammo Xitoy Kompartiyasi kontrolidagi TikTokning Amerika tavasida erkin yayrab nazorat va yoshlarning mingisini yuvish bilan mashg'ul bo'lishiga yo'l qo'yilayotganligini tanqidlagan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.